Dunyoda dard ko'p. Zeroki mana shu dardga to'g'ri tashxis qo'ya bilish kerak xolos. Bugungi hikoyamiz qahramoni ham Abdusalam ota Abdurahmonov albatta mana shu dardmandlarga o'z shifosi bilan doimo yordam berib kelmoqda. Bugungi lavhamiz mana shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Turon Fanlar Akademiyasining akademigi, tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar akademiyasining a'zosi, 30 yillik hayotiy tajribaga ega tabib Abdusalam Abdurahmonov tomonidan tashkillangan tabobat maskanida shu davrga qadar 10 mingdan ziyod bemorlar o'z dardiga davo topdilar. Maskanga nafaqat viloyatimiz, balkim qo'shni viloyatlardan hamda respublikamizning turli hududlaridan, shuningdek Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelgan bemorlar so'zimizga yaqqol isbot bo'la oladi. Aslida davleniya bilan qon bosimim oshib turardi. Dorini ko'p ichardim edim. Hozir mana ahvolim yaxshi. O'tim dimlanardi. Shetga kelib men davo oldim, yaxshi bo'ldim. Doktorlarga rosa uchradim. Doktorlarga uchrab dorilarda davolandim, iloji bo'lmadi. Shetga kelib men davo oldim, yaxshi bo'ldim. Shifo berayotganlarga Allohga shukr, rahmat. Yaxshi bo'lib qoldim. Hozir ahvolim yaxshi, ancha. Men ancha yaxshiman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Ilgari qanaqa edi endi? Ilgari endi og'ir yurardim. Mana shu yerga kelib shifosini topdim. Kista, miyoma, ko'krak bezi kasalliklari, psoriaz, tanadagi oq dog'lar, bo'qoq, shuningdek, nafas yo'li, o'pka kasalliklari va yana bepushtlikni davolashni yo'lga qo'ya olgan tabibdan dardiga davo izlab kelganlar mamnun. Dastlabki ustozim dadam bo'lishadi va undan keyin malaka oshirib boshqa qilib Xitoyda tajriba oshirib, hatto klinikalarda ishlab, dori tayyorlash jarayonlarida qatnashib, o'sha yerda farmatsevtika sohasida o'rganib o'qib kelganman. Shuning natijasida hozir dorilarni ishlab chiqaryapmiz. O'sha qadimgi Ibn Sino bobomiz, Faxriddin Ar-Roziy bobolarimiz retseptlari, ulardan keyingi o'tgan ko'plab tabiblarning retsepturalari asosida tajribadan o'tgan dorilarni ishlab chiqaryapmiz hozir. Tabibning eng katta yutuqlaridan biri sohaga oid turli seminar, yig'ilishlarda ishtirok etib, yangi g'oyalar bilan kasalliklarga davo topishidir va o'z firmasi tomonidan tabiiy damlama giyohlar bilan og'riqsiz va samarali davolashidir. Kelgan kasallarga tavsiyalar beramiz, parhezlarni tushuntiramiz, maslahat beramiz. Alloh shifo berib, ko'p bemorlarimiz xursand bo'lib, tuzalib ketishyapti, rahmatnomalar yozib ketishyapti. Biz o'zimizni Sadaf Farm Medical firma tashkil qilganmiz, ochganmiz, oilaviy korxonamiz bor. Shu firmamizda dorilar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda biz 13 xildan ortiq dorilarimizni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqdan o'tkazib, sertifikatini olganmiz va bundan kelajakda yana xohlasa 23 xil, 25 xil dorimizni yana tayyorlab qo'yganmiz. O'sha sertifikat olishimizga vazirlikdan sertifikat olsak, xudo xohlasa ularni ham bemorlarga tavsiya qilishni boshlaymiz. Hozirgi kunda bizda masalan asosan asab kasalliklari, ya'ni yurak qon tomiri kasalliklari, umurtqa bel churrasi, umurtqa pog'onasi kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, o'tqoq, endokrin sistemasidagi kasalliklar yaxshi muolaja bo'lyapti, davolanishyapti. Lekin oshqozon ichaklarida ko'proq jigarlarda bo'ladigan qurtlar, parazitlarda masalan muvaffaqiyatli davolanyapti. Bolalarda ayniqsa ko'p uchraydi. Bolalarda rahit kasalliklari, mashlar ham yaxshi muvaffaqiyatli davolanadi. Yana asosan bizda teri kasalliklari, psoriazlar, oq dog'lar, Alloh shifo berib, mana shu dorilarimiz vositasida yaxshi shifo topib ketishyapti. Bizning maqsadimiz yana xudo xolasa klinikamizni kengaytirish, ko'proq bemorlarga xizmat ko'rsatsak deymiz, faoliyatimizni kengaytirsak deymiz va xalqimizga mana shu tabiiy vositalar bilan davolanganlari yaxshi deb tavsiya qilaman. Mana yaqinda Tojikistondan ham ko'p kasallar kelishib davolanib ketishyapti, mana Qirg'izistondan kelishyapti. Toshkent viloyati shu uzoqlardan, Buxorolardan kelishyapti kasallar. Hammalari muvaffaqiyatli davolanganligi uchun bir-birlariga tavsiya qilishib, bizda davolarimiz arzon, o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun tabiiy bo'lganligi uchun arzon. Masalan, yosh bolalardan iloji boricha 4 yashar, 5 yashar agar muolaja oladigan bo'lsa, bolalardan pul olmaymiz. Bepul Alloh uchun davolaymiz.
lekin chegirmalar qilib beramiz bemorlarga, chunki ba'zi odamlar cho'ntagi ko'tarmay qoladi, boshqa bo'ladi. Imkoniyatiga qaraymiz albatta. Shuning uchun hamma xursand, inshaalloh. Alloh barakasini beryapti. Marg'ilon shahriga yo'lingiz tushib qolsa, Sarbon ko'chasi 7-xonadonga bir kirib o'ting. Zero, bu yerda siz o'z dardingizga shifo topishingiz shubhasizdir. Sherzod Sidiqov, Saidjon Nuraliyev, Vaqt informatsion dasturi uchun maxsus Marg'ilon shahridan.